Assalomu alaykum. Meni tomosha qiladigan do'stlarim. Ish mana yakuniga yetdi. Hozir zatirka qilamiz, xolos. Xudo xolasa topshiramiz işte. Hamma joy ideal variantda. Shovlarni tozalab chiqish kerak, hozir yuvib, keyin bir zatirka qilsak bo'ldi. Chiroyli bo'ladi, qoladi. Vannaning yonlarini germetik bilan o'chib turamiz. Bitta lyuk yopishtiramiz. Mana shunaqa ish bo'ldi. Mana bu zatirkasi tugadi. Xudo xolasa mana bu o'g'illar sal qorayib yotibdi. Ertagacha quriydi bu. Ertagacha qurib, sal oqar bilan qoraygani. Bu degan kulrang zatirkada bu. Mana shunaqa ish bo'ldi. Mana erta kelib polni qilib, bitta germetik sutamizda vannaning yonboshiga mana ishimizdan tugay deb qoldi. Ertaga kelib polga zatirka qilib, vannaning yonboshiga bitta germetik tutamiz. Bo'ldi. Yakun. Xudo xohlasa. Hammani ishiga omad rivoj. Kissasiga barokat. Qaddiga qomat. Tinch bo'linglar. Sog' bo'linglar. Eng asosiy. Assalomu alaykum do'stlarim, yaxshimisizlar? Obunachilar. Mana ishimiz yakunlashyapti. Vanna xonani tugatdik. Pol, devor, hamma joyini zatirkalarini tugatdik. Koridor zatirka qildik. Yuvamiz. Yana bitta ish chiqibdi. Uy egasi aytmoqchi, ikkita polimni zalvat qilib beradi. Narimay pol bilan. Mana bu yerda zalifka qilishimiz kerak, bu yerda zalifka qilishimiz kerak. Shu harakatimizda. Ob-havo hamishaki bizga mana bulut. Yomg'ir yog'sa kerak. Hammaga omad. İşlaringizga rivoj. Ana mana ishni ham yakunladik. Mana hamma joy tugatib, tozalab, zatirkalarni qilib, lyuklarni yopishtirib, germetiklar bilan o'tib, vannaning yonboshini chiroyligina qilib, ana endi mulla jiringni kutamiz, pulni kutamiz. Kutishmas, hozir kelaman degan, xudo xolasa hozir keladi. Ratchotni olamiz, ketamiz uyga. Erta kelib, mana bu xona bilan bu xonani nalivnoy pol qilib beringlar dedi. Mana nalivnoy pol kelgan. Burshiklar olib chiqdi buni taxlab. Mana nalivnoy pol. Bir kunga tugatamiz ikkita xona, xudo xolasa. Bir kunga tugatamiz. Mana shunaqa ishlar bo'ldi. Xullas kalon ishimizni mana yakunladik. 8 kunga cho'zildi mana shu ish. Stashkasi bilan, shtukaturkasi bilan mana shular xolasa tugatdi. Mana shunaqa ish bo'ldi.